Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Mashhurlar hayoti kanaliga xush kelibsiz. Bugungi video roligimizda latofatli va maftunkor go'zal tabassum sohibasi Asal Shodiyeva va uning turmush o'rtog'i Shohruxxon haqida ma'lumot beramiz. O'zbek san'atida aktrisalik va qo'shiqchilik yo'nalishi bo'yicha o'z o'rnini topgan mahoratli aktrisa Asal Shodiyeva 1992 yilning 6-aprel kunida tavallud topgan. Asal Shodiyeva 2000-yillar oxiri 2010-yillar boshida o'ynagan rollari orqali ko'pchilikning e'tiborini qozondi. 2016-yildan boshlab aktyor va qo'shiqchi Shohruxxon bilan nikohda baxtli oila bo'lib yashab kelmoqda. Endi esa videoroligimizni Shohruxxon haqida ma'lumotlar bilan davom ettiramiz. Shohruxxon Yo'ldoshev O'zbek film aktyori va qo'shiqchisi, muxlislari orasida shunchaki Shohruxxon nomi bilan mashhur. Yo'ldoshev Shohruxxon Alisherovich 1985-yilning 29-may kuni Toshkentda tavallud topgan. Bu yosh juftlikka 2020-yil juda omadli yillardan bo'ldi desak yanglishmaymiz. Chunki 2020-yilning 3-sentyabr kuni bu yosh oilaga jajji mehmon Muhammad Yusuf dunyoga keldi. Hozirgi kunda baxtli ona Asal Shodiyeva farzandining tarbiyasi bilan shug'ullanmoqda. Shu o'rinda biz ham kanalimiz nomidan bu yosh oilani tabriklab, farzandi Muhammad Yusuf el koriga yaragan solih farzand bo'lib ulg'aysin deb shirin tilaklarimizni tilab qolamiz. Aziz do'stlar, sizlar ham ushbu yosh oilaga o'z tilaklaringizni kommentariyaga izohlarda yozib qoldiring. Do'stlar, agar videoroliklarimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Shunda keyingi videoroliklarimizni o'tkazib yubormaysiz.